Hammaga salom do'stlar. Bugun Steel Air Car Tycoon degan o'yinni o'ynaymiz. Buni o'ynavdim. Prosta boyagisi nima edi? Video olganim. Ovoz yozilib olmagan ekan. O'chib ketibdi. Shunga hozir videoni bu yerdan olganman. Ko'pgina mashinalar yo'q bo'ldim. Ularga videoga ikkinchi qism chiqish uchun bu video 500 ta like bo'lsin. 500 ta like. Nashrdan hukmatini yo'qlab. Raqamda chiqqan. Birinchisi bu, ikkinchisi politsiyani mashini. Uchinchisi mashinaga yomon yoqadi. O'zim bitta nom qo'yaman bunga. Zombi ekan. Ismi menimcha yo'q. Legendary va tamomlagan ekanlar. Buni yangini qo'ysak, Qorboboni mashina. Yangi yaxshi nomda. Bu yashil mashina. Qaysi biri yoqasizlarga? Yoki Kapran, qora, akulalik mashina, yoki qora mashina. Labor bo'shab ketgan. Lekin Sukazi Kiri degan mashina ekan. Buni labor bo'shab ketgan. Kommentga yozing, qaysi biri sizlarga yoqdi. Menga ko'pincha yo'qdi. Uchinchisi menga ko'proq yoqdi. 2 million pul bo'libdi. Narki videomda aytgandingiz, chiqmagan mana. O'sha videomda aytgan edim. Sizlar ko'rmagansizlar. Lucky Block 1 million edi. Lucky Block ochmoqchi edim. Lucky Block kutaman kelishini. Hozir pauza qilaman. Kelgandan ko'rsataman sizlarga. Xo'pmi? Lucky Block bu 100 million ekan. Hozir menga 1 millionlik Lucky Block kerak. Lucky Block hali chiqqani yo'q. Kutamiz yoki kuchaytiramizmi? Mayli, kuchaytirdik. Kuchaytirdik. Ana. Endi vaqti ko'payadi. 60 minutda endi 70 bo'ldi. Yana boshqa mashinalar kerak. Birotkina olamiz, o'g'irlaymiz. 1 millionlik Lucky Block ana shunday bo'ladi. Mana bu mashina. Portfolio to'g'ram lozim. Sekund 20 bitdi. Shu qanchalik narsa. Ikkinchisidan olamiz. Tez bo'yib ketamiz, keyin bo'yib. Voy, egasi ketib qoldi. Voy, egasi ketdi. Voy, keldi egasi yana. 2 1 2. Voy, yopib qo'ydi. Lucky Block. Lucky Block, qachon kelasan? Men seni kutyapman. Undan ko'ra Lucky Blockga pulim yetmay kuchaytirdim-ku, aytgan tezdan chiqdilar. Bunaqa mashinaning orqasidan kuchliroq mashina pulim yetmaydi. Shuning uchun oddiyroq va ana shunaqa mashina jamoatda. O'sha yashil mashinaga yana ko'proq to'laydimda. Unga ham pul kerak, unga pul yo'q. Qochamiz. O'zimiz
ko'rib qoldi. Masaladan bu safar aniq qolaman qarab turib. Olmaganimcha qo'ymayman. 39 sekund. Olmaganimcha qo'ymayman. Shuni olaman, shuni qo'yaman. Shuni olaman, shuni qo'yaman. Shuni olaman, shuni qo'yaman. Ay, kelib qoldi. Gaz ketdi. Yaxshi. Sovg'a berdi. 19 sekund. Sovg'a. To'qqiz. Omadbekning Omadbekmiz. Biz aslida uni ikkita ismim bor. Bittasini birini o'zimni go'rtnomni haqiqiy ismim Abdulhay. Lekin men so'z bir-birlarini qilakli bo'lib. Lekin meni Abdulhay degan boyagi ism qiyinroq bo'lgani uchun Azizbek deb chaqiradi. Yo'ldan chiqqan mashina olamiz. Pulimiz yetgan mashinalar. 15 million. 36. 500 olamiz. Keyin baribir sotib olamiz. Voy, bekor ishlatimda pulimni. Baribir yetmasdan. Mana deb olamiz. Buni ham olamiz. Keyin yana nima olamiz? Degan savol bor. Pulimiz yetsa olamiz. Bunaqa mashinalar chetiga o'tib olaylikda. Baribir pulimiz yetmaydi. Yetmaydi. Boya qo'shilibdimi? Boya nima bo'lgan ismi? Esdan chiqdi-da. Avtobus qo'shilibdimi? Nega bunday qiyin pul topayapsan desangiz, birinchi men video olgan paytim o'sha ketgan edi-ku. Shunda men manoda Rebexdan yangilovdim mana. 1 million edi. Shuni Rebexdan bosuvdim. Shuni boshqatdan qildim-da. Nima deydi? Yangilovdim. O'zi zo'r mashinalarim bor edi. Shularda o'chib ketdi-da, endi nima qilay. O'sha payt ovozim yozilmagan. Hozir yozilgan ovozimni qo'yaman, keyin yozilmagan ovozimni qo'yaman. Hozir ko'rasizlar. Hozir shu boyagida shu daqiqada videom tugaydi. 500 likedan keyin ikkinchi qism chiqadi. Kommentga yozinglar. Hozir shu daqiqalarda videomiz tugaydi. Xayr do'stlar.